Ko'pchilik kotel olgandan keyin yo rasxod ko'p ekan deyishadi, yo bo'lmasa qizdirish sekin ekan deb turib chiqishadi-da. Bu narsani bitta yechimi bor. Nima yechimi deydigan bo'lsalar, u ham hisob-kitob. Ya'ni hisob-kitobsiz qilingan ish albatta qaysidir joyda pand berishi aniq. Bu narsa qanaqa yo'lda yechimi bor desanglar, mana hozir Ulug'bek bu yoq, Ulug'bek bizni proyektchimiz polni tepa paterani hisoblab beradi. Ko'ryapsizlar, hozir bir joydan zakaz tushgan. Ulug'bek necha kvadratli joyi tepa paterasini hisoblayapsiz? 300 kvadrat. 300 kvadratli joyi hozir polni mana uy egalari uzoqda ekanlar, mana uyni hozir ko'rinishini chizib berishgan. Bu yoqda bu kishi hozir polni tepa paterasini hisoblab, necha kilovatli kotel to'g'ri kelishini hisoblab beradi. Ulug'bek hozir endi ko'pchilik endi bu narsani ko'rgandan keyin mana uyim necha pul bo'ladi, qanday holatga chiqarib berishadi deb so'rashadi-da. Shuning uchun misol, hop, ana 300 kvadratgacha bo'lgan maydonda qancha summaga tepa paterasini chiqarib berasiz? Ya'ni tepa pateraga nimalar kiradi? Shular haqida hozir qo'shimcha qilingchi. 300 kvadrat joyi biz 800 mingga qilib beramiz. Aha. Uni ichiga nimalar kiradi deysa, o'sha radiator podbor qilinadi har bitta xonaga. Ichiga radiator kerak. Aha. Shuni chiqarib beriladi. Radiator qayga o'rnatsa to'g'ri bo'ladi. Unisini ham o'sha joyini o'rnatib qo'yib ko'rsatib beramiz. Aha. Hozir 300 kvadratni o'sha tepa paterasini hisoblab turib chiqarganlardagi har bitta romga nechili batarey to'g'ri keladi? Qaysi razmerdagi to'g'ri keladi? Necha kilovatligi to'g'ri keladi? Hammasini qo'lingizga chiqarib bitta fayl qilib beradi, men tushunishimcha. Hop, 300 kvadratdan balandchi, masalan 300 kvadratdan necha kvadratgacha bo'lgan joylar summasi qanaqa bo'ladi? 300 kvadratdan 1000 kvadratgacha joyi 1,5 million so'mga qilib beramiz. Ya'ni 300 kvadratdan 500, 400, 600, 700, ya'ni 1000 kvadratgacha bo'lgan joylarda 1 million 500 ming so'mgacha polni tepa paterasini hisoblab, sizni qo'lingizga bitta fayl qilib shuni topshiradi. Yana bitta qo'shimchasi, hop, uzoq joydan zakaz qilsak-chi deyishadi. Masalan, viloyatlardan zakaz qilishadigan bo'lsa, narxi o'sha bo'ladi. Faqat yo'l kirasini, qancha yo'l kira bo'lsa, shunisini berasizlar, borib shu hisoblab, uzog'i 3 kunda qo'lingizga fayl qilib topshirishadi. Ustalarimiz ham qiynalishmaydi. Necha kilovatli qo'ysa bo'lar ekan, qanaqasi to'g'ri kelar ekan deb juda ko'pchilik aytishadi. Shu narsalarga qiynalishmaydi. Keyin uy egalari ham xotirjam, ko'ngillar xotirjam bo'lib kotel tanlayotganda bizni shu xonaga kelishadi, ko'pchilik kelib turib, mana kilovatli yo bo'lmasa ko'pchilik kvadratga hisoblab turib beradi-da. Kvadrat emas, o'zi asli kilovatga chiqarib turib, o'sha narsani qilinsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun Ulug'bek nomerlarini qoldiraman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilinglar. Polni telefonda, kompyuterda o'sha tepa paterani hisoblab, sizga qo'lingizga fayl qilib, polni hujjatli qilib berishadi. Hammasi ya'ni hisob-kitob bilan bo'ladi. Hech qanaqa qiynalmaysiz. 300 ming so'm, 1 million 500 ming so'mga, lekin yutuq tarafingiz ko'p bo'ladi. Masalan, hisob-kitobsiz buni foydali tarafi nima deydigan bo'lsangiz, hisob-kitobsiz, misol kotel oldingiz, 20 kilovatli to'g'ri keladigan joyga, lekin siz kattaroq bo'lsin deb turib 25 taligini oldingiz. Lekin 20 kilovatli kotel bilan 25 kilovatli kotel narxida 200-300 dollar farq qiladi. Lekin hisob-kitob bilan qiladigan bo'lsangiz, atiga o'sha 8 ming so'm atrofiga polni qo'lingizga hisob-kitob bo'lib chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. Ulug'bek nomerlarini qoldiraman. Kotelda kerak bo'lsa ham bizga bemalol murojaat qilishinglar mumkin akalar.